Ba'zida bemorlarimning ko'zlariga qarayman va unda qo'rquv emas, balki charchoqni ko'raman. Doimiy taqiqlar, cheklovlar, buni yemasang bo'lmaydi degan gaplar, qon shakarining oziga xos hayoti bilan kurashish. Bu charchoq ularni ich-ichidan yeydi. Eng achinarlisi shuki, ko'pchilik diabet bilan yashayotganlar bilmaydi. Ba'zi mevalar nafaqat zarar qilmaydi, balki haqiqatan ham yordam beradi. Qon shakarini pasaytiradi, kasallikni yengillashtiradi va hayotni yana mazali qiladi. Va men hozir ekzotik narsalar haqida gapirmayapman. Har bir do'konda topiladigan oddiy mevalar haqida. Bu ma'lumot sizning ovqatga bo'lgan qarashingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bugun men sizga aytaman, qaysi mevalarni ratsionga kiritish kerak. Qon shakari barqarorlashsin, organizm tiklana boshlasin va hayot yana chinakam mazali bo'lib qolsin. Videoning oxirida esa hatto ko'p endokrinologlar ham kam gapiradigan bir sirni ochaman. Bu kichik, lekin o'ta muhim sir, almashinuv jarayonini deyarli qayta ishga tushiradigan narsa. Men buni faqat eng diqqatli bemorlarimga aytaman. Tajribamga ko'ra, 50 yoshdan oshganlar bir xil xatoni takrorlaydi, mevalardan qo'rqishadi. Nima qilay, unda shakar bor-ku deb o'ylashadi. Ammo tabiat bizdan aqlli. Ba'zi mevalarda shunday moddalar bor, ular shakarni ko'tarmaydi, aksincha pasaytiradi, insulin sezgirligini oshiradi, qon tomirlarini tozalaydi va oshqozon osti bezi hujayralarini himoya qiladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, mevalar to'g'ri tanlansa, dori kabi ishlaydi. Lekin muammo mevalarning o'zida emas. Muammo shunda, biz ularni qanday yeymiz, nimaga qo'shamiz va qaysi turini tanlaymiz. Bugun shu haqda batafsil, bosqichma-bosqich gaplashamiz. Hammasi oddiy, tushunarli va eng muhimi, foydali bo'ladi. Iltimos, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Algoritmlar uchun emas, o'zingiz uchun. Bu yerda men odamlarga diabet bilan uzoqroq, yengilroq va qo'rquvsiz yashashga yordam beradigan narsalarni baham ko'raman. Hozir shu ishni qiling va birga davom etamiz. Siz hali ham yoshligingizdagidek hayotdan rohatlanasizmi? Shirin olma yeyish, shaftoli hidi, tarvuzning shirinligi yoki glukometr qo'rquvi bu oddiy quvonchlarni sizdan tortib oldimi? Men sizga aytaman, qaysi mevalarni diabet bilan yashovchilar yeyishi mumkin va hatto yeyish kerak. Nega ular shakarni ko'tarmaydi va ba'zan uni pasaytiradi ham. Lekin eng muhimi, videoning oxirida sizga butunlay kutilmagan bir meva haqida gapiraman. U almashinuv jarayonini deyarli qayta yuklaydi. Siz uni albatta bilasiz, lekin ehtimol butun umringiz davomida noto'g'ri yegansiz. Shuning uchun oxirigacha qarang. Bu oddiy mahsulotlar ro'yxati emas. Bu tinchlikka, mazaga va sog'liqqa qaytish yo'li. Hatto diabet hayotingizning bir qismiga aylangan bo'lsa ham. Agar menga, doktor, diabetga faqat bitta meva qoldirsangiz, qaysi biri deb so'rashsa, men ikkilanmasdan javob berardim, olma. Oddiy, tanish, lekin ichida butun tabiiy dorixona yashirin. Men o'nlab holatlarni ko'rdim. Kuniga faqat bitta olma qo'shgan odamlar qon shakarini barqarorlashtirdi va ovqatdan keyin energiya sakrashlarini sezmadi. Bir bemorim, Marina, 62 yosh, 11 yildan beri 2 toifa diabet bilan yashaydi. U charchagan, asabiy holda kelardi. Doktor, men hamma narsani to'g'ri qilyapman, shirinlik yemayman, nonni tashladim, lekin shakar baribir o'ynayapti. Men undan so'radim, tushlikdan keyin bitta kichik yashil olma yeyishni boshla, och qoringa emas. 2 hafta o'tib u tabassum bilan keldi. Qanday ishlayotganini bilmayman, lekin o'zimni tinchroq his qilyapman. Glukometr ham barqarorroq ko'rsatmoqda. Uyqu ham yaxshilandi. Bu mo'jiza emas. Bu tabiat biokimyosi. Yashil olmalar, ayniqsa Granny Smith turida pektin, eruvchan tolalar juda ko'p. U shakar so'rilishini sekinlashtiradi va oshqozon osti beziga yukni kamaytiradi. Olmadagi kislotalar va polifenollar hujayralarning glyukozani yaxshiroq qabul qilishiga yordam beradi, shakarni keskin ko'tarmaydi. Natija, olma shakarni oshirmaydi, aksincha uni nazorat qilishga yordam beradi. Mening tajribamda, kuniga bitta olma yeydiganlar o'zlarini ancha baquvvat his qilishadi, teri yaxshilanadi, bosim barqarorlashadi, kayfiyat ham muvozanatli bo'ladi. Chunki normal shakar bu nafaqat qog'ozdagi raqamlar. Bu tiniq ong, tinch uyqu, energiya va sababsiz tabassum. Lekin bitta muhim nuqta bor, olma faqat to'g'ri yeganda ishlaydi. Och qoringa emas, kechqurun emas, sharbat qilib emas, butun holda, posti bilan, sekin, ovqatdan keyin.
Pektin ovqat bilan aralashib, shakarni ushlab turadigan yumshoq tor hosil qiladi va qonga keskin tushishiga yo'l qo'ymaydi. Shunda olma sizning dushmaningiz emas, ittifoqchingiz bo'ladi. Hech bo'lmaganda bir hafta sinab ko'ring. Tushlikdan keyin bitta yashil olma. Farqni o'zingiz sezasiz. Iltimos, kechiktirmang, bu kichik qadam, lekin chinakam ishlaydi. Keyingi maslahatimda esa sizga shunday meva haqida gapiraman. U nafaqat ruhga, balki miya va qon tomirlarining qarishini sekinlashtiradi. Quyosh hidi bilan keladigan va to'g'ri yeganda umrni uzaytiradigan meva. Ba'zida bir hovuch rezavor butun aptekadan ko'proq ish qiladi. Ayniqsa agar bu cher, qoraqat bo'lsa. Mening tajribamda, qoraqat diabet bilan yashovchilar uchun eng ko'p e'tiborsiz qolgan tabiiy sovg'a. Xalq orasida uni ko'z yorqinligi rezavori deb atashadi, lekin zamonaviy ilmlar shuni isbotladiki, qoraqat nafaqat ko'zga, balki miya, qon tomirlari, almashinuv va insulin sezgirligiga ham kuchli ta'sir qiladi. Bir bemorim Nikolay, 68 yosh, sobiq muhandis. Butun umri raqamlar bilan ishlagan. Oxirgi yillarda shikoyat qilardi. Doktor, oddiy narsalarni unutaman, shakar esa 9 dan 12 gacha sakraydi. Men unga haftada 3-4 marta yarim stakan qoraqatni qo'shishni maslahat berdim, murabbo emas, yangi yoki muzlatilgan, shakarsiz. Bir oydan keyin u tan oldi. Xotiram yaxshilandi, shakar barqaror, kitob o'qishdan charchamayman. Bu mo'jiza emas. Bu tabiatning kuchli mexanizmi. Antotsianlarning ishi qoraqatga qorong'iko'k rang beradigan o'sha maxsus moddalar. Ular haqiqiy hujayra posbonlari, mayda qon tomirlar aylanishini yaxshilaydi, yalliglanishni bosadi va eng muhimi to'qimalarning insulinga sezuvchanligini oshiradi. Natijada glyukoza yumshoqroq, sakrashlarsiz va oshqozon osti beziga ortiqcha yuklamasdan soriladi. Shu bilan birga antotsianlar miyani qarishdan himoya qiladi, xotirani kuchaytiradi, diqqatni jamlaydi va kayfiyatni ham yaxshilaydi. Men bemorlarimga doim shunday deyman: miyangizni yosh saqlamoqchi bo'lsangiz, uni rang bilan boqing. Qanchalik toq rang, shunchalik kuchli quvvat. Qoraqat bu borada yetakchi. Uni qoshish juda oson. Ertalabki botka ichiga bir hovuch, shakarsiz yogurtga bir necha dona solib yoki shunchaki qoshiq bilan muzlatilganini dori kabi yeb turing. Asosiy qoida: hech qanday shakar, murabbo yoki shirin sirob qo'shmaysiz, aks holda butun foyda yo'qoladi. Ular biroz nordon bo'lsin, aynan shu yengil ta'm antotsianlar borligini bildiradi. Mening tajribamga ko'ra, qoraqatni hayotiga doimiy qo'shib yurganlar o'zlarini yengilroq, xotirjamroq his qilishadi. Shakar sakrashlari kamayadi, xavotir ham pasayadi. Ba'zilarida hatto dori dozasiga ehtiyoj kamayadi, chunki organizm muvozanatliroq ishlay boshlaydi. Endi esa ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsani aytaman. Qoraqatni to'g'ri uyqu tartibi va o'rtacha jismoniy faollik bilan birga qo'shsangiz, ta'sir 2 baravar kuchayadi. Miyangiz tom ma'noda jonlanadi. Bu 70 dan oshgan bemorlarimda ko'radigan faol uzoq umr sirlaridan biri. Lekin yana bir nuqta bor, uni odamlar ko'pincha e'tiborsiz qoldiradi va bu insonni ich-ichidan yo'q qilishi mumkin. Bu nima yeyish haqida emas, balki qanday yeyish, qachon yeyish va qanday holatda yeyish haqida. Keyingi maslahatim shu odat haqida bo'ladi. U sezilmay shakarni ko'taradi va organizmni har qanday shirinlikdan tezroq qaritadi. Ular biroz nordon bo'lsin, aynan shu yengil ta'm antotsianlar borligini bildiradi. Mening tajribamga ko'ra, qoraqatni hayotiga doimiy qo'shib yurganlar o'zlarini yengilroq, xotirjamroq his qilishadi. Shakar sakrashlari kamayadi, xavotir ham pasayadi. Ba'zilarida hatto dori dozasiga ehtiyoj kamayadi, chunki organizm muvozanatliroq ishlay boshlaydi. Endi esa ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsani aytaman. Qoraqatni to'g'ri uyqu tartibi va o'rtacha jismoniy faollik bilan birga qo'shsangiz, ta'sir 2 baravar kuchayadi. Miyangiz tom ma'noda jonlanadi. Bu 70 dan oshgan bemorlarimda ko'radigan faol uzoq umr sirlaridan biri. Lekin yana bir nuqta bor, uni odamlar ko'pincha e'tiborsiz qoldiradi va bu insonni ich-ichidan yo'q qilishi mumkin. Bu nima yeyish haqida emas, balki qanday yeyish, qachon yeyish va qanday holatda yeyish haqida. Keyingi maslahatim shu odat haqida bo'ladi. U sezilmay shakarni ko'taradi va organizmni har qanday shirinlikdan tezroq qaritadi. Ko'p yillar davomida bir xil manzarani kuzataman. Odamlar mukammal tahlillar, intizom, glyukoza jadvallari bilan kelishadi, lekin shakar baribir sakraydi. So'rasam, ma'lum bo'ladiki, ular och qolganlari uchun emas, balki charchaganlari, xavotirlanganlari, gazablanganlari yoki shunchaki taskin izlaganlari uchun yeyishadi. Hissiy ovqatlanish shakarni ko'taradigan eng xavfli odatlardan biri, hatto to'g'ri ovqat yesangiz ham. Nega? Chunki shu paytda organizm kortizol, stress gormoni chiqaradi va u qondagi glyukoza darajasini to'g'ridan to'g'ri oshiradi.
Hatto olma yoki salat yesangiz ham, kortizol ta'sirida organizm shunday reaksiya beradiki, go'yo tort yeganingizdek, oshqozon osti bezi esa ulgurmaydi. Bir kuni 70 yoshli sobiq o'qituvchi erkak keldi. Doktor, men hamma narsani ko'rsatmalarga muvofiq qilyapman, lekin ertalab shakar baribir yuqori. Soat nechidami ovqatlanasiz? Deb so'radim. Kech. Uyga kelaman, yangiliklarni yoqaman, asabiylashaman va yeyman. Biz faqat bitta narsani o'zgartirdik, gazab ostida ovqatlanishni to'xtatdik. Ovqatdan oldin 5 marta chuqur nafas oldi, televizorni o'chirdi va sukutda likopchaga qaradi. Bir oydan keyin ertalabki shakar 8, 5 dan 6, 2 ga tushdi. Hech qanday dori, yangi dieta yo'q, faqat xavotirsiz ovqatlanish. Mana shu narsani ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradi. Psixologik holat diabetda shakarni ovqatdan kam bo'lmagan darajada ta'sir qiladi. Agar siz ovqatni shoshilib, yo'lda, gazabda yoki xavotirda yesangiz, organizm glyukozani to'liq qayta ishlay olmaydi. Lekin agar ovqatni o'ng bilan, tinchlikda, minnatdorlik bilan yesangiz, shakar darajasi ozi pasayadi. Ha, bu oddiy tuyuladi, lekin ortida jiddiy fiziologiya turibdi. Kortizol kamayadi, vagus nervi faollashadi, oshqozon osti beziga qon yaxshiroq yetib boradi, ovqat sekin va muvozanatli hazm bo'ladi. Shuning uchun iltimos, gazabda, xavotirda, bahsda yoki qayg'uda ovqat yemang. Qoshiqni qo'ying, pauza qiling, tanangiz tinchlansin, keyin uni boqing. Bu hech qancha turmaydigan, lekin eng kuchli dori. Ko'p bemorlar aytishadi, doktor, men hamma narsani nazorat qila olmayman, hayot asabiy. Men oddiy javob beraman, siz faqat bitta narsani nazorat qila olasiz, ovqatni og'zingizga yaqinlashtirayotgan lahzani. Agar o'sha paytda tinch bo'lsangiz, shakar sizga rahmat aytadi. Bu odat insonni sekin va sezilmasdan yo'q qiladi. Shuning uchun kechiktirmang. Bugun boshlang. Bitta tinch kechki ovqat sog'liqqa qilingan katta qadam. Mana shu yerda hamma narsa birlashadi. Olma tanani oziqlantiradi, qoraqat miyani himoya qiladi, ovqat paytidagi tinchlik esa ruh va gormonlarni davolaydi. Bu uchala narsa birgalikda chinakam natija beradi. Fanatizm yo'q, qattiq cheklovlar yo'q, qo'rquv yo'q. Lekin ba'zilaringiz yanada chuqurroq borishni xohlaysiz. Shakarni nafaqat pasaytirish, balki tanani tiklanishga undashni. Keyingi qismda shu haqida gaplashamiz. Qo'shimcha yordam, bir meva va harakat haqida. U tanani tozalaydi va 10 yillar davomida diabet bilan yashaganlarga ham energiya qaytaradi. Ba'zida tanaga faqat bitta narsa kerak, ichini tozalash. Dori emas, yangi tabletkalar emas, ichki poklik. Va tabiat bizga buning uchun mukammal vosita berdi. Sitrus mevalari. Ko'p diabet bilan yashovchilar apelsin va mandarinlardan qo'rqishadi. Unda shakar bor-ku. Bu afsona. Aslida sitruslarda noyob moddalar, flavonoidlar, pektin va vitamin C bor. Ular organizmni tozalaydi va glyukoza darajasini pasaytiradi, ko'tarmaydi. Shuning uchun qat'iy maslahatim, bu quyoshli mevalardan o'zingizni mahrum qilmang. Bir bemorim, Ivan, 64 yosh, sobiq haydovchi. 15 yildan ortiq 2 toifa diabet bilan yashagan. Tabletkalar ichardi, lekin doim og'irlik, uyquchanlik his qilardi, go'yo tanasi yashashdan charchagan. Biz oddiydan boshladik. Har 2 kunda ertalab yarim greypfrut. Bir oydan keyin u aytdi, doktor, uyg'onishim yengillashdi, go'yo tanamga nafas kirdi. Glukometr ham hayratda, shakar pasaydi, hatto dorilarni o'zgartirmasdan. Bu sehr emas. Greypfrut, ayniqsa uning biroz achchiq go'shti, naringin moddasiga boy. Naringin, qon shakarni pasaytiruvchi, insulin sezgirligini oshiruvchi va jigarni himoya qiluvchi kuchli flavonoid. Naringin, greypfrutdagi flavonoid, u jigarni yo'qlar va glyukozani qayta ishlashda yordam beradi. U insulin qarshiligini kamaytiradi, hujayralarning sezuvchanligini oshiradi va natijada glyukoza yumshoqroq, muvozanatliroq soriladi. Tana go'yo qanday ishlashi kerakligini eslab qoladi. Oddiy so'zlar bilan ilmiy jihatini aytaman. Qonda shakar ko'p bo'lsa, jigar ortiqcha yuklanadi. U qo'shimcha glyukozani yo'qqa aylantirib, qorin atrofidagi organlar orasiga joylashtiradi. Bu esa almashinuvni buzadi. Sitrus flavonoidlari, ayniqsa naringin, bu jarayonni to'xtatadi. Jigar yoqni yig'ishtirib qo'ymay, uni yoqishni boshlaydi. Har bir apelsin bolagi yoki greypfrut tilimi, bu tananing ichki tozalanishining kichik harakati. Lekin eng muhimi, sitrus sharbatini ichmang. Suv iching, maysasini yeng.
Aynan go'shtida pektin, tolalar va o'sha sehrli moddalar bor. Ular shakar sorilishini sekinlashtiradi. Sharbat ichsangiz, shakar tormozsiz kirib keladi. Butun meva yesangiz, muvozanatni olasiz. Tajribamga ko'ra, sitruslarni ratsionga qaytarganlar bir oydan keyin sezishadi. Shakar barqarorlashadi, teri yorqinroq bo'ladi, ovqatdan keyingi holsizlik yo'qoladi, bosim muvozanatga keladi. Nega? Chunki sitruslar nafaqat tanani tozalaydi, balki ichki energiyani ham uyg'otadi. Bu tasodif emas. Sitrus hidi ichidagi efir moylari asab tizimini faollashtiradi, kayfiyatni ko'taradi va xavotirni kamaytiradi. Oldingi qismda aytganimdek, stress shakarni ko'taradi. Demak, apelsin nafaqat tanani, balki asablarni ham tinchlantiradi. Buni kichik odatingizga aylantiring. Ertalab iliq suv, limon, bolaga tushlikda greypfrut tilimi, kechqurun mavsumda bir necha mandarin. Bu dieta emas, jazo emas, tanangizga hurmat belgisi. Men bemorlarimga doim shunday deyman: qo'rquvga emas, tanangizni tinglang. Agar sitruslardan keyin yengillik, tiniqlik, tinchlik sezsangiz, ular sizga mos. Bu ham davolash usuli. Tabiat xato qilmaydi. Eng qizig'i shu, sitruslarni muntazam yesangiz, oshqozon osti bezi go'yo ta'tilga chiqadi. U yalliglanmaydi, fermentlarni yaxshiroq chiqaradi, ovqat yengil hazm bo'ladi, shakar barqarorlashadi va inson nihoyat glukometrdan qo'rqmay qoladi. Hech bo'lmaganda 2 hafta sinab ko'ring. Har kuni ozgina sitrus qo'shing, fanatizmsiz. Tana uyg'onishini his qilasiz. Bu shunchaki meva emas, poklik, tinchlik va energiyaga kalit. Va shuni yodda tuting: olma, qoraqat, ovqatdagi tinchlik, sitruslar bu alohida qadamlar emas. Bu yagona tizim. Ovqat, his-tuyg'ular, nafas, minnatdorlik hammasi birgalikda ishlaydi. Inson tanasi bilan urushni to'xtatib, u bilan do'stlashganda, shakar ozi bo'ysunadi. Keyingi qismda barcha maslahatlarni bir butunga qo'shib ko'rsataman va kechki kichik odatni aytaman. U tungi shakarni barqarorlashtiradi, qon tomirlarini mustahkamlaydi va dori-darmonsiz uyquni yaxshilaydi. Ba'zida eng qiyini yangi hayot boshlash emas, u hali ham mumkinligiga ishonish. Men yuzlab bemorlarni ko'rdim. Ular charchagan, umidini yo'qotgan holda kelishardi. Ular endi yengil, faol, tirik his qila olmasligiga ishonishardi. Lekin keyin sodda narsa sodir bo'ldi. Ular o'zlariga qo'rquvdan emas, sevgi bilan g'amxo'rlik qila boshlashdi. Va o'shanda mo'jizalar sodir bo'lardi. Tibbiyot buni remissiya deb atasa, men esa hayotga qaytish deyman. Siz ovqatni odatdan emas, diqqat bilan yesangiz, ovqat bilan urushni to'xtatib, tanangizga hurmat ko'rsatsangiz, shakar endi dushman emas. U ichki muvozanat ko'rsatkichi bo'lib qoladi. Siz qanchalik tinch, yetarlicha uxlagan, o'zingizni kechirgan va chuqur nafas olganingizni bildiradi. Oylab ko'ring, olma tabiatning sodda va dono ramzi. Qoraqat ong tiniqligi va xotira ramzi. Sitruslar energiya va tozalanish ramzi. Ovqat paytidagi tinchlik, ichki yetuklik ramzi. Bu elementlar tasodifiy emas, bu tiklanish tizimi. Har bir qadam ikkinchisini kuchaytiradi. Tajribamga ko'ra, 50 yoshdan oshganlarda bu jarayonlar ayniqsa kuchli. Organizm dono, sezgir bo'lib qoladi. U eng kichik e'tiborga ham minnatdorlik bilan javob beradi. Faqat uni quvmaslik, majburlamaslik, jazolamaslik kerak. Faqat o'zingizga shunday deyish kifoya: men shunchaki yashamoqchi emasman, men yengil yashamoqchiman. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsani aytaman. Keksayishda metabolizm his-tuyg'ular bilan yoshlikdagidan ko'ra kuchliroq bog'langan. Bir kechki gazab makaron likopchasidan ko'proq shakarni ko'tarishi mumkin. Bir kunlik oziga mehribonlik bosimni muvozanatlashtirib, uyquni yaxshilashi mumkin. Biz faqat kimyoviy moddalar emasmiz, biz energiya, xotira, odatlar. Tanaga toza ovqat, miyaga tinchlik, yurakka minnatdorlik bersangiz, organizm o'zi muvozanatlashadi, kurashsiz, qo'rquvsiz. Men buni yumshoq shifo deb atayman. Bemorlarimga kechki ovqat oldidan 3 ta oddiy ishni so'rayman. 1. Chuqur nafas olish. 2. Kun uchun minnatdorlik bildirish. 3. Ovqatga dori kabi hurmat bilan qarash. Bu galati tuyulishi mumkin, lekin har kuni shunday qilganlar bir oydan keyin glukometrda mukammal tekis raqamlarni ko'rsatib kelishadi. Ratsion o'zgarmagan, faqat o'ziga munosabat o'zgargan. Agar bu so'zlar sizga ta'sir qilgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Bu oddiy harakat emas, o'zingizga g'amxo'rlik yo'lini tanlaganingiz belgisi. Bu yo'l issiq, sodda, o'zini ayblashsiz va qo'rquvsiz bo'lsin.
Va endi eng muhimi, videoning oxirida va'da qilgan narsani aytaman. Hamma biladigan, lekin deyarli hech kim to'g'ri ishlatmaydigan bir meva. U nafaqat shakarni barqarorlashtiradi, oshqozon osti bezining ishini o'zgartiradi, glyukozani yumshoq, go'yo kuch sarflamasdan sorilishini ta'minlaydi va qon tomirlarini qarishdan himoya qiladi. Bu meva avokado. Ha, olma yoki rezavor emas, aynan avokado. Ko'pchilik uni e'tiborsiz qoldiradi. Ammo u organizmni qayta o'rgatishi mumkin. Nega? Chunki avokadoda deyarli shakar yo'q, lekin juda ko'p foydali yog'lar va magniy bor. Aynan shu ikki komponent hujayralarning insulinga yaxshiroq javob berishga yordam beradi. Qondagi shakar samaraliroq soriladi. Daraja yumshoq pasayadi, sakrashlarsiz, oshqozon osti beziga ortiqcha yuklamasdan. Bir bemorim, 58 yoshli ayol shunday dedi: "Doktor, men avokadodan qo'rqardim, yog'li, zararli deb o'ylardim. Bir oydan keyin, haftada 3 marta salatga yarimta avokado qo'shgandan so'ng, hayratda ko'zlari chaqnab keldi. Shakarim tekis bo'lib qoldi. Tushlikdan keyin charchamayman." Bu sehr emas, fiziologiya. Avokado yog'lari shakarni barqarorlashtiradi, tomirlarni oziqlantiradi, yalliglanishni kamaytiradi va jigarga glyukozani yaxshiroq qayta ishlashga yordam beradi. Magniy esa asablarni mustahkamlaydi, uyquni yaxshilaydi va kortizol, stress gormonini pasaytiradi. Avokado tana va ong o'rtasidagi mehribon vositachi. U keskin reaksiyalar bermaydi, sakrashlar bermaydi, barqarorlikni o'rgatadi. Diabet bilan yashovchilar uchun aynan shu kerak. Uni oddiy yeng, sabzavotlar, tuxum, baliq, salat bilan aralashtiring. Sos, tuz, mayonez yo'q. Faqat ozgina limon sharbati. Shu oddiy mahsulot kuchli almashinuv yordamchisiga aylanadi. Endi hammasini bir joyga jamlaymiz. Biz 4 qadam haqida gaplashdik. Ular shakarni zo'ravonliksiz nazoratga olishga yordam beradi. 1. Olma glyukozani tozalaydi va barqarorlashtiradi. 2. Qoraqat miya va tomirlarni himoya qiladi, insulin sezgirligini oshiradi. 3. Ongli ovqatlanish kortizolni kamaytiradi va yashirin sakrashlarni yo'q qiladi. 4. Sitruslar avokado ichki tozalaydi, tiklaydi va oziqlantiradi. Bu oddiy, hamma uchun ochiq qadamlar alohida emas, bir-birini kuchaytirib ishlaydi. Bu sog'liqqa yaxlit yo'l, cheksiz, qo'rquvsiz, fanatizmsiz. Tajribamga ko'ra, aynan yetuk yoshdagilar bu yo'lni eng chuqur bosib o'tishadi, chunki ularda dono, sabr va tushunish bor. Sog'liq jazo emas, o'ziga minnatdorlikdir. Siz o'zingizga qo'rquvdan emas, hurmatdan g'amxo'rlik qila boshlasangiz, tana ham shunday javob beradi: tinchlik, barqarorlik, yengillik. Bitta oddiy fikrni eslab qoling: diabet bu hukm emas, balki onglilikka taklif. U sizni to'xtatadi, oylantiradi, avtomatik yashashni to'xtatadi. Agar bu taklifni qabul qilsangiz, nafaqat jismonan, balki ichki dunyongizda ham o'zgarasiz. O'zingizni asrang. Har qanday yoshda vaqtingiz qimmat. Va esda tuting, hatto kichik qadamlar ham hayotni yaxshilay oladi. Bitta olma, bir hovuch qoraqat, tinch kechki ovqat, bir necha apelsin bo'lagi, yarim avokado va organizm allaqachon o'ziga g'amxo'rlik qilinayotganini his qiladi. Izohlarda yozing, qaysi maslahat sizga yaqinroq, nimani sinab ko'rdingiz, nima sizda ish berdi. Sizning hikoyalaringiz menga juda muhim, aynan ulardan keyingi videolar va maslahatlar tugiladi. Videoni yaqinlaringizga ko'rsating. Ular ham bilsin, 50 yoshdan keyin sog'liq tugamaydi. U endigina boshlanadi. Obuna bo'ling, yangi suhbatlarni o'tkazib yubormang. Ovqatlanish, tinchlik va uzoq umr haqida. Va oxirida, diabetda ham mazali hayot bor. Faqat uni yana his qilishga ruxsat bering. Sog' bo'ling va o'zingizni seving.